Keshbek, keshbek mana jonim, keshbek. Onash, nima qilyapsan? Rizqimni teryapman. Men aytgan narsalarni olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Meva, cheva, kartoshka, piyoz hammasini oldim. Chekinichi? Yo'q, esimdan chiqibdi-da. Nima? Nima chekin olib kelmaysiz? Miyangiz joyidami? Menga bering, tez borib chekin olib keling. Cheksiz uyga qadam bosmang. Keshbek qadrini qaydan bo'lur? Keshbek urmagan bandalar. Chekkalarim ochdi, chiroy. Necha pul bo'ldi aka? 1000 so'm bo'ldi. Mana aka. Rahmat, sog' bo'ling. Qanaqa rahmat, qanaqa suv bering, chekni bering. Chekdi nima qilasan? Keshbek yig'aman. 1000 so'm, 1000 so'm. Ay desa 1000 so'm o'z yig'ilib daryo bo'lur. Rahmat aka. O'zizcha 1000 so'mni pisand qilmaysiz, ana 10 so'm tushdi. Dadish, chekda bo'ldim. 6 millionlik chekda bo'ldim. O'zi ham bo'y o'ylanib ketganmi, nimada o'z bo'lib turish kerak. Ibi, bu chek oldin ro'yxatdan o'tilgan. Ana, ko'rdingmi? Bilib qo'y, boylar bekorga boy bo'lmaydi. Ular tintinigacha hisoblab yuradi. Akani ham senga o'xshagan xotini bo'lgan bo'lsa, urganda chekdi. Mana senga sovg'am bor. Mayli, sen birinchi ko'rsat. Mana Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy oldim. Qaysi pulingga olding? 2 yildan beri keshbek yig'aman bu. Hozirgi kunda Xonsaroy afsonasi loyihasidan bir xonali uy olsangiz, boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. Endi siz ko'rsating. Men senga sovg'ani uddarini olganman. Mana. Dodish, bugun keshbekcha ayollarni